Bu oddiy kasb emas. Bu qasam, bu sharaf. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari. Hey, hey, yozning jazirasi, qishning ayozi, biz uchun xizmat hayotning ovozi. Tunmi kunduzmi navbatchi yo'ldamiz, xalq tinch bo'lsa bas shunga shukrdamiz. Uyda kutar farzand, ko'zida sog'inch, lekin vatan deydi yuragimiz har kun tinch. Yo'llarda turamiz, qo'limizda tartib, bir hayotni saqlash eng buyuk g'alabamiz. Hey, 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 Ichki ishlar vazirligi sharafli safimiz, yo'l harakati xavfsizligi xalqning ishonchimiz. Qor u yomg'ir, quyosh bizni to'xtatolmas, yurt tinchligi uchun hech kim ortga qaytmas. Biz yurt posboni, xalqning qalqoni, yo'llarda porlaydi fidoyilar nomi. Qasam ichganmiz shu muqaddas yurtga, jonimiz fido O'zbekiston uchun hamisha. Tirbandlik kamayadi mehnatimiz bilan, baxtli manzil topar insonlar ishonch bilan. Har bir ishtak ortida mas'uliyat yotar, birgina ogohlantirish umrlarni qutqarar. Unvon emas bizga xalqning duosi kerak, halol xizmat bilan baland bo'lar yurak. Ichki ishlar vazirligi safida turamiz, yo'l harakati xavfsizligi